Yuqori foizli ipoteka krediti sizni qiynayaptimi? Uni Xalq bankiga o'tkazing. Xalq banki boshqa bankdagi ipoteka kreditingizni 21,5% stavkada qayta moliyalashtiradi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilar. Bugundan boshlab kanalimizga nafaqat arzon uy-joylar, balki ipoteka, uy-joylar va shunga o'xshash iqtisodiy foydali ma'lumotlarni ham ulashib boramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hozir mana videoda eshitganingizdek, Xalq banki yaqin kunlardan boshlab yuqori foiz stavkalarida, misol uchun 25-26 foizli ipoteka kreditlar olgan bo'lsangiz, boshqa biror bir banklardan o'sha ipoteka kreditini 21,5 foizli ipoteka kreditiga o'zgartirib beryapti. Ya'ni siz biror bir bankdan 500 million so'm olgansiz, yillik 25% stavkada yoki undan balandroq stavkada olgan bo'lishingiz mumkin. O'sha kreditni endi Xalq bankiga borib 21,5 foizli arzonroq ipoteka kreditiga o'zgartirib olsangiz bo'ladi.